Nimaga parkovkachilar saqov biladi, ya'ni gapira olmaydi. Ular tomog'ida muammosi bormi qanaqadir? Yo'q, ular tomog'ida muammosi yo'q. Gapira olmasligining sababi ular eshitmaydi. Shuning uchun gapira olmaydi. Agar shular eshitganda edi yoshligida, nutqi ham rivojlangan bo'lardi, gapirardi siz bilan bizga. Gapirish qobiliyati o'zi bolada har xil tovushlarni eshitish bilan ana shu tovushlarga taqlid qilish orqali rivojlanadi. Bu holat uchun faqatgina eshitish qobiliyati butun bo'lishi kerak. Agar bolada eshitish qobiliyati yaxshi bo'lmasa, nutqi ham rivojlanmasdan qoladi. Yoshi katta odamlarda nutq rivojlanmagan bo'lsa, eshitish qobiliyatini endi tiklasak ham, u faqat eshitish uchun bo'ladi. Gapirish uchun emas. Shuning uchun nogironlikni kamaytirish maqsadida bola tug'ilishi bilan 2-3 kunlarida tug'ruqxonada eshitish qobiliyatini tekshirish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni u yerda qanaqadir eshitish qobiliyati pastligiga shubha bo'ladigan bo'lsa, 1 oydan keyin to'liq mutaxassis bilan shug'ullanib eshitish qobiliyati tiklansa, bu bolada kar-soqovlik kelajakda rivojlanmaydi. Faqat bu 5 yoshgacha ulgurib qolish kerak. 5 yoshdan kechikadigan bo'lsa, biz eshitish qobiliyatini tiklaganimiz bilan nutqi rivojlanmasdan qoladi. Ya'ni nutq markazini o'sishida ham yoshga bog'liq xususiyatlar mavjud.